Assalomu alaykum, aziz VIP tomoshabinlar, rulni mahkam ushlang, chunki siz Drive Morpsir kanalidasiz va bu yerda oddiy salomlashuv bo'lmaydi. Bu yerda har bir video qizil gilamdan otib kelgandek shov-shuvli. Bugun esa sahnaga 2026 Chevrolet Nexe chiqmoqda. Haha, Nexe deganda ko'pchilikning ko'z oldiga eski xotiralar keladi. Lekin to'xtang, bu boshqa Nexe, zamon bilan birga yuguradigan, dizayni bilan men hamon tirikman deb baqiradigan avtomobil. Tashqi ko'rinishdan boshlasak, old panjarasi yanada agressiv, faralari LED texnologiyali bo'lib, kechasi yo'lni yoritibgina qolmay, qo'shnilarga ham men kelyapman deb signal beradigandek, kuzovi silliq chiziqlar bilan bezatilgan, aerodinamikasi yaxshilangan. Shahar ko'chalarida ham, trassada ham o'zini erkin his qiladi. Saloniga o'tsak esa, 2026 Nexe ichkaridan ham yoqimli syurprizlarga boy, zamonaviy multimedia ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlov. Rulda boshqaruv tugmalari bor, shunday qilib qolingiz. Ruldan, ko'zingiz yo'ldan uzilmaydi, o'rindiqlari qulay, uzoq yo'lda ham belingiz, aka yetar endi, demaydi. Materiallar sifati ham oldingi avlodlarga qaraganda ancha yaxshilangan, shovqin izolyatsiyasi kuchliroq. Yana tashqaridagi hayot ichkariga kamroq kiradi. Kapot ostida esa tejamkor, lekin chaqqon dvigatel joylashgan, shahar ichida yoqilgini tejaydi. Gazni bosganingizda esa, men ham yugura olaman, deb javob qaytaradi. Avtomat va mexanik uzatmalar qutisi variantlari bilan kelishi uni har xil haydovchilar uchun qulay qiladi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet bu safar beparvo emas. Bir nechta havo yostiqchalari, apps, barqarorlikni nazorat qilish tizimlari bor, ya'ni sizni va oilangizni himoya qilishga tayyor. Yana bir qiziq tomoni shundaki, Nexe 2026 narx va imkoniyatlar balansini juda yaxshi ushlagan. Hamyonni yig'latmaydi, lekin men arzonman deb ham baqirmaydi. Kundalik ishga borish, o'qishga qatnash, hatto kichik sayohatlar uchun ham mos, bagaji ham yetarlicha keng. Bozorga chiqsin.